Xayrli kun hammaga. Bugun yangi vlog sizlar uchun yana olaman. Bugun bizda 13-may. Osh bo'lsin. Osh bo'lsin. Ertalabdan Xalitni bog'chaga berib yubordim. Hozir esa Aminani massajga olib ketyapmiz. Uyimizni yonida qo'shnimiz. Xullas massajni sentr ochibdilar. Ishlayotgan ekanlar o'sha yerda. O'shaning uchun oldlariga Xalitni beramiz. Ha, bo'ldi, tushibmiz, bo'pti. Kech qolamiz, biz ketdik massajga. Massajdan kelishimiz bilan Amina qotib uxlab qoldi. Shunda qo'limga oldi, massajdan keyin srazu uxlab qoldi. Hozir aerogrilda xachapuri pishiryapman. Mozzarella sirini slayonniy testoga o'rab shunaqa nimadir yegim keldi, shuni pishiryapman. Kстати, aerogrill prям zo'r naxotka bor. Kim olmagan bo'lsa olinglar, manda Deymi firmasiniki. Bu firmani showroomi Malikada joylashgan. Shunda Malikani to'g'ri tashqi zdaniyasi bor. Shunda yo'l narki beti Deymi deb yozilgan. O'shga kirib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun tavsiya beraman. Olib ko'ringlar, zo'r aerogrill. Bo'ldi, xachapuri ham tayyor bo'ldi, qaranglar. Прям вообще красота. Biz ozgina so'zga yeymiz. Так, men распаковка videosini oldim uyda magazinidan. Shuning uchun shunaqa obrazdaman. Sochimni yig'ib olaman birinchi bo'lib. Amina orqada uxlab yotibdi. Nimalar olgan sizlarga ham ko'rsatayim. Birinchisi bunaqa tefal. Bunaqa tefaldan ikkita oldim. Bittasi o'zimizga, bittasi oyimgalarga, chunki oyimgalarda ham tefal tugagan edi. Keyingisi mashina uchun bunaqa tryapochka turmush o'rtog'im oldilar o'zlariga. Bunaqa stiklanniy idish, xolodilnikka narsalar solib qo'yishga ovqatli. Bunaqa chuqurrog'i и shunaqa varianti. Ikkalasi ham shishadan qilingan. Keyingisi xuddi shunaqa idishni mana bunaqa ona bola varianti, 3 в 1, 3 tasi. Kichkina, katta va o'rtacha. Mana restoranlarda qilishadi, bor restoranlarda sosga qo'shadi, shahamlacha, bunaqalar. Choyning tagigacha podstavka. Shunaqa choynigi bilan birgalikda zelin quritadigan apparat. Anchadan beri qidirib yuruvdim shunaqa apparatni. Shunaqa apparat olib qo'ydim. Yana nimalar oldim? Yana ikkita dezodorant oldim. Hech magazinda hamma narsa bor ekan, boru. Posud, men o'yladim faqatgina posuda magazini bo'lsa kerak desam, yo'q, posuda hamma narsa. Yana bilasizlarmi, kassada aytishdiki, onlayn ham zakaz qilsanglar bo'lar ekan, sochlarga nimadir kerak bo'lsa, o'sha bot orqali, rasm orqali tanlaysizlar, to'g'ri qilasizlar, vositaga olib kelib berar ekan. Kстати, hozirgi paytda bu juda ham qulay narsa. Hozir kiyinib tayyorlandik. Aylanishga chiqamiz. Oilaviy turmush bilan birga ikkita bola bilan hozirlan bog'chadan bugun vaqtli xarid olib, biz kiyinib uyda tayyorlab turamiz. Boshqa bugun прогулка qilamiz. Shunaqa mashina o'ynash o'rganoldi bu qiz. Kelasan. Ha? O'yna Amina. Hozir biz bog'chaga keldik, Xalitni olib ketishga. Biz Toshkentda joylashgan Rahimov Kidsga Xalitni berdik. Hozircha juda ham mamnunman. Rosa yoqyapti menga. Sizlarga tashqarisini ko'rsataman. Ana Xalit chiqdi. Nimadirlarni tushuntiryapti. Mashina qad deb so'rayapti shekilli. Kelyapti. Mana nomerlar, kстати, Rahimov Kids. Screenshot qilib olinglar, kimga kerak bo'lsa. Zo'r bog'cha, menga juda ham yoqyapti. Biz kechki ovqatga restoran degan joyga keldik. Qaranglar. Amina. Xalit Aminani stulchikda itarib yotibdi. Juda ham zo'r ekan, mashina yaxshi ko'radiganlar uchun. Zo'r joyga, hamma joy mashina interyerida qilingan. Naryoda вообще bitta mashina prям devorga ilib qo'yishgan. Bu yerda plashatkani yonida o'tiribmiz. Rollani podachasi. Интересно ekan, такой bariklarda olib kelib berishar ekan. И bu yerda non ham prям интересно, yumshoq non ekan. Supchiklarimiz keldi. Manda kurinniy sup, turmush o'rtog'imda chechevichniy, hojangilarda frikadelkali sup. Bu yerda bola o'tirishibdi. Interyeri qaranglar, shunday devorda mashina. Bu yerda ham mashinalar, такой прям chiroyli joy. Bolalarga mashina yaxshi ko'rsa, olib kelsanglar bo'ladi. Mana shu joy anaqada joylashgan. To'g'rida, ana железнодорожный anaqa bor, muzeychi. Judayam zo'r, mazar o'tirib keldik.
ovqatlari kelinglar ham. Ikkita bolam obedga uxlab qolishgan. Bu yoqda Xalid, naryoqda Amina. Bugun Xalid bog'chaga bormadi, chunki sal mazasi yo'q edi. Kecha konditsionerdagi uxlagan edi. O'shanga takoy burni oqib shamollab qoldi. Ana qizda ham xuddi shunaqa. U ham bugun massajga bormadi. Men esa hozir takoy yengilgina makiyaj qilib olib, keyin naryoqdagi kiyimlarni dazmol qilib olib qo'yaman. Keyin hali kech payt bitta kafega bizani taklif qilishgan, o'sha yerga boramiz ovqatlanishga. Turmush o'rtog'im ikkita bola bilan birgalikda, keyin esa uyga boramiz. Kstati, bugun yana kafelitada ishlaydigan jiyanimni kafelitada yangi filial ochilayotgan ekan. O'sha yerga ham taklif qilishdi. U yoqqa ham borib, kofeni ichib, keyin kafega boramiz. Kelinglar sizlar bilan takoy o'tiramiz. Super. Lегкий makiyajim bilan bo'lishaman. Так, bunaqa paletkada birinchi bo'lib qo'shib turman. Ko'zim bo'yab olaman. Jigaringda. Bu yoqda oyna bor. Oxirgi paytlar yaltiroqni mana shu joyga surish yoqtirib qoldim. O'sha yerga yaltiroq surib qo'yamiz. Hozir faqat to'q bo'lib turibdi. Birpas turib bu tarqiydi-da. Uyda chiroyli nежный blest qilib turadi. Так, sekin gapiryapman. Bolalar uxlab uyg'onib ketmasligi uchun. Xuddi shu paletkadan qoshimni ham bo'yimiz. Qoshimni ham так, nomiga слегка. И туш. Biz bugun qizligimga mehmon ketyapmiz. Kstati, Oybekda Kafelitaning yangi filiali ochilibdi. O'sha yerda hozir kofelar tarqatayotgan ekan. Bizani jiyanim bu yerda ishlaydi-da. Aytib qoldilar, shuncha paket kofe oldik. O'zimizga oldik. Uydagilar uchun ham. Keyin esa uyga. Oye. Mama. Erimni jiyanim oldiga keldik. Kafelitda ishlaydi, Oybek filialida. Bolam qaranglar o'tirishini o'zi kirib olib, o'zi o'tiribdi. Yaxshimi Xalid? Nima berdi senga Umar bi sut berdimi? Rahmat dedingmi? Chaysi mana Oybekdagi filial. Shundan metroning yonida Bellissimo pizzani oldida. Qaranglar qanaqa krasota qilib berdilar, serдечкаlar, rasm chizib berdilar. Biz burger lounge-ga keldik. Qaranglar, planshatkaligisi bor ekan, nyanchka ham bor ekan, bolaga qarab turishga. Voy, ehtiyot bo'l. Charchagan yutishdan keyin. Hamma buchkalarni, hamma narsani o'zliksiz bekat qilishar ekan. Bu yerda shirinliklar. Shunda Maksim Gorkiyda joylashgan salom choyxonaning yonida. Kameram mashinada qolib ketibdi. Shuncha hozir telefonga olaman. Kstati, ham uyutni joy ekan, ikkita zal ekan. Bittasi такой семейный, oilaviy o'tiradigan детский площадка bilan nyanya ham bor, hattoki bolaga qarab turadigan. Ikkinchi zal esa более такой bolalar siz o'tiradigan такой anaqa joy ekan-da. Unga zo'r hozir zakaz berib narsalarni. Hozir ketma-ket kelsa degustatsiya qilamiz. Atak menga joy juda ham yoqdi. Atmosferasi. Salatimiz keldi. Bunaqa ko'rinishda. Saling yana. Yo'q, mana. Kabachok achchiqlarkan. O'z kabachok yoqmaydi menga. Menga yoqdi. Da? Интересно, olmasi ham bor-a? Shunaqa salat oldik. Naryoqda pizzamiz, burger и картошка по-домашнему. Shunaqangi to'yimlik burgerimni yarmigacha yedim zo'r qatalab. Biz to'yimlik pizzasi ham yumshoq, xamiri prям yumshoq testoda, bir paytda kurочкали qattiq bo'lib qoladi-yu. Bu yerda zo'r, menga rosa yoqdi. Ham такой семейный joy. Xalid. Joyni nomini eslab qolinglar, Burger and Bam. Shuna salom choyxonani yonida, ham korzinkani tagida joylashgan. Bu yoqqa kelsanglar, mana shu muzli desertni yeb ko'ringlar. Вообще прям zo'r ekan. Очень вкусно. Borgan joyimiz mana shu antrakt.
И Burger and Lounge. O'zi Burger and Lounge типа как bitta kafe bittada. Bu такой семейный joyi. Shunda прям подвальчикda joylashgan. Salom choyxonani yonida, shunda yo'lni yuzida bu yoqda Salom choyxona, bu yoqda korzinka. И mana shu joy. Kelinglar, juda ham такой семейный, oilaviy o'tiradigan joy ekan. Xalit hozir kolyaskani itarib yuribdi. O'zi uyqusi kelyapti, lekin shu kolyaskani o'ynayapti. Ukam kolyaskani yuvib, tozalab, ani полный разбор qilib, hamma joylarini yana обратно yig'ib qo'yibdi. Endi ertaga ko'chaga chiqamiz. Aminani ko'chaga olib chiqishga. Kelsada birga o'qigan o'rtog'im biznes boshlagan ekanlar, pishiriqlar pishirayotgan ekanlar. To'g'ri aytganda, oreshkalar bilan trafel, klubnika в шоколаде, ponchiklar. Hozir YouTube uchun video oldim. Sal shamollab qolganman. Oy, nimagadir burnim oqyapti. Oy, yana mikrofonim har doimgidek bosdi. O'sha sizlarga ham ko'rsatmoqchi edim. Bunaqa выпечка от кричалки. Pastda описаниеda ссылкаларni qoldiraman. Bu yerda oreshkalar, har bitta oreshkani ichida boshqacha vkus. Men yashilni yeb ko'rdim, yashil ichida fistashka. Menimcha bunda klubnika bo'lsa kerak, и oddiy klassический oq oreshka. Keyingisi bunaqa idishda sovg'alar uchun zo'r ideya ekan, podachasi chiroyli ekan. Bu yerda oddiy shokoladный oreshka. Клубника в шоколаде. O'zida qo'y chiroyli upakovkalar deydi. Men такой ochib anaqa qildim. Клубника в шоколаде, клубникам ana joylari o'zgarib ketdi. Chunki Xalit deydi. Keyin menga eng yoqqani mana shu ponchik bo'ldi. Prям ponchik zo'r ekan. Hozir boshqatdan issiq choy damlab ponchikni o'zim yeyman. O'zi ukam yeb qo'yman deb aytdi, unga bermayman. O'zimga rosa yoqib qoldi. И yana trifle'ligisi ham yoqdi. Bilasizlarmi, такой клубникasi bor, в меру кисленький, juda ham приторный emas, juda ham прям shirin emas-da, такой desert lегкий. Ular shunaqa hozir burnim oqib ketyapti, zo'r qilib gapiryapman. Tursam, yotgim kelyapti, uxlagim kelib ketyapti. Вот, sizlarga ham tezgina hozir video oldim. O'zi faqat bu vlogim ovqatlar bilan to'lib ketyapti. Nima qilib berayman dema. Fikr va xayolim faqat hozir ovqatda. Bugun Xalit bog'chaga bormadi. Chunki shamollab qolgan edi, burni oqatdi. Kechamda hammamiz yotganmiz, men ham kech shamollab qolgan edim. Такой gripp bo'lib yotdik. Endi bo'yadi. Bitta joyga boramiz. Bog'chaga скорее всего ertadan boradi, xudo xolasa. Bo'ldi, biz Amina bilan tayyormiz. Amina ham kiyindi, men ham kiyindim. Hozir endi Xalitni kiyintirsam bo'ldi. O'rtada yana kir yuvishni qo'yam. Kirni hali hozir yana osib olishim kerak. Shunaqa bor-u, qisqa vaqt ichida juda ham ko'p ishlar bo'ladi. Hammasi tez shoshib tashlayman. Xalit Aminani ko'ldirgan. Qanaqa ko'ldiryapti? O'rtog'ingmi? Sen o'rtog'ingmi? Birga kopda o'ynaysizlar u bola bilan. Mumina. 160-maktab qayerda? Bilmayman. Ko'chadagi anchadan beri chiqmaganimga ko'chada platniy parkovkalar paydo bo'libdi. Xuddi chet ellarda bo'ladi-yu. Hozir ham nimada platniy parkovka ekan, karta orqali to'layotgansizlar. Ajoyib. Narxi 12 ming so'm. Bilmayman, soatiga 12 ming so'mmi yo bu o'sha целый день turish uchunmi? No, классный, zo'r. O'zbekistondan продвигаться qilyapti. Rivojlanyapti. Orqada Amina uxlab yotibdi. Российский yaxshi ko'rgan blogerim bor edi, Karina Kasparyanskiy, uni salatniца degan заведениesi bor edi. Xuddi shunaqa заведениеga почти hozir keldik. Hozirda ham такой mini обзорчик ko'rsataman. Вообще прям zo'r правильное питание deganlar uchun juda ham zo'r joy ekan. Shunaqa idishlarga o'zingiz xohlagan narsani yig'ib olsanglar bo'lar ekan, goh qilib yig'ib berishar ekan. Undan tashqari bunaqa matcha ham tayyorlab berishar ekan. И matchali desertlari ham bor ekan. Shunaqangi prям zo'r joy ekan. Kelinglar, kim masobini правильный питаниеda bo'lsa, maslahat beraman. Atmosferasi juda ham zo'r. Mangami Xalit, rahmat. Bunaqa narsa berishar ekan, hozir olib berishadi zakazi o'zligisi.
Anaqasi ham rosa zo'r interyeri. Prям tavsiya beraman. Ko'chasi ham zo'r, особенно kechki salqinda kelsa maza bo'lsa kerak. Biz C1dagi filialga keldik. Yana boshqa joyda ham filialligisi bor, adashmasam. Zakazimiz juda ham tez keldi. Mikrofonim yo'q ekan. Ayshi bilan krasota. Demak, o'zimni o'sha yaxshi ko'rgan blogerimni restoranda o'tirganda his qilaman. Ikkita salat oldik. Bittasi tunesli, bittasi kino anaqali. Mudirlikda hali yozib qoldiraman sizlar uchun ham. Suv. Pechenka. Bunisi salat с тунцом edi. Bunisi salat с курицей. Bunaqa соус, burger, iced tea, matcha. Как же без этого? Chunki Vokibow matcha bilan birgalikda совместно ochishgan. Bolalar bilan degustatsiya olish juda ham qiyin. Bizdan to'polon qilishadi. Kстати, matcha haqida. Такой горькийroq bu. Achchiq emas, achchiqroq desa bo'ladi даже. Agar xohlasangiz chicken mudra siroplar bilan solsanglar, juda ham shirin bo'ladi. Biz bolalar bilan bugun ham uydamiz. Пока xalit olmaguncha bog'chaga bermay turaman. Скорее всего, bog'chaga adaptatsiya ham, chunki yangi mikroflora, yangi anaqa, yangi ovqatlar bo'lgani uchun ham mana shunaqa sekin-sekin adaptatsiya bo'lyapti. Plus kechasi aniq kuni shamol, yomg'ir bo'lganda oynani ochib uxlaganimda o'zim sisib ketganimda Shunga hozir uyda o'tiribmiz ikkita bola bilan birgalikda. Mana olib keldi menga Batmanni boshi sinibdi. O'shani hozir tuzatamiz. Bilasizlarmi, super mega ответственный человекman. Xullas video olishim kerak edi. Hozir yozib chiqdim. Men nima olishim kerakligi shunaqangi ko'pligidan shunaqangi bilan vahmaga tushyapman. То, что video olishim kerak. O'zim shunaqa payt o'ylayman-da, nima qilaman reklama olib deyman keyin. Bir tomonlama o'ylayman. Zato shu narsa orqasidan qancha uyimga foydam tegyapti, qancha narsalar bo'lyapti-ku deyman-da, qo'yni olmagin deb, necha strashnoy deyman-da. A tak o'sha vaqtida, o'zini vaqt soatida videolarni chiqarmasam, shunaqangi bilan vahma bosib ketadi. Men ham nimadir tomog'im yana og'rish boshlayapti. Такой в горле першить qilib, kun juda ham issiq. Sochim shishqa qilib olaman deb, keyin bu yerda bir dunyo dazmol qiladigan kiyimlarim yig'ilgan edi. Shularni dazmol qilaman. Ikkita bolam vaqtli uxlab qolishgan bugun. Haligacha yo'talyapti. Amina ko'rsatmasin yaxshi. Uni faqat ozgina burni oqyapti. Вот. Bular shamollashda o'zim ham aybim. Kechasi yomg'ir yog'ganda men oynani ochib uxlayapman, isib ketayotganim uchun. Nimagadir har homilador bo'lganimda-chi ichimdan shunaqangi bilan qizib ketaman, isib ketaman deb imkon bo'lsa 16 gradusli konditsioneri shunda yoqib uxlasam-da, xolodilnikda uxlaganda, bilmayman nimagadir lekin rosa isib ketaman. Qaynamlar Xalit uchun shipovnik qilib berdilar. Magazinga borib, shipovnik olib kelishdi. Хотя бы shu shipovnik ichib suyuqlik ichsin deb. Oldin hech ham dazmol qilmasdim, lekin oxirgi paytlar biram yoqib qoldi dazmol qilish. Bu hozirgi vlog adashmasam faqat kafega boradigan bo'lyapti. Kafega borganimiz haqida. Chunki reklamli proyektlar bilan juda ham ko'p joyga bordik. Reklama bo'yicha ovqatlanib keldik. Ertaga ham aytgancha bir joy borishimiz kerak. Voy, Xudoga shukr. Hozir fayllarni tashladim, kompyuterga montirovat qilmoqchi edim. Пока bolalar uxlaguncha, keyin undan ko'ra kechki salqinda tezgina dazmol qilib olay dedim. O'shanga bundoq qarab chiqsam, faqatgina kafega borganimiz bo'lib qopti. Mayli. Shunisiga ham shukr. Yana bir kun uyda o'tiraman, Xalit ko'ramiz. Ertaga yaxshi bo'lib qolsa, keyin indindan уже sekin bog'chaga berib yuboraman. В принципе, bugun ancha yaxshi. Yo'kida bu hafta полностью uyda o'tirib, keyingi haftadan bog'chaga chiqadi. Xayrli tong hammaga, yaxshi dam oldinglarmi? Bizda ertalabdan kun boshlandi.
Bu yoqda Amina, tepada Xalid, ko'cha tomosha qilyapti. Ko'cha buyoq tomosha qilayotgan yozasizlar-da. Voy tipa xavotir olmaysiz bunaqa deb bu yoqda reshotkamiz bor. Reshotkam pastida ham anaqalar qilingan. O'tmaydi. Xullas qalin reshotkada, juda ham qalin qilishgan, chunki men turmush o'rtog'im bilan o'zlarining sexlarida chiqarganlar deb reshotkani prям mustahkam bo'lsin deb hamma xonalarni prям temirlarni qattiq baqvatini qilib o'zlari ustunovka qilganlar. Shuning uchun umuman xavotir olmayman. Chunki ana begona qilmagan, tanish odam prям yaxshi astoydil qilgan. Tak, bugun dushanba, seshanba. Xullas bugun sreda. Bugun yana uydamiz, chunki hali ikkita bolam oxirgacha tuzalmadi. Уже ancha tuzalgan, no baribir bog'chaga yuborishga qo'rqyapman. Oh. Ha. Dasmolchini olib kelib ber, Xalid. Hozir ertalabdan aerogrillimda bitta retsept topganman. Kartoshka по-деревенски bilan ustida kuritsa. O'sha retseptni olaman. Oh. Xo'p. Nima bo'ldi? Bugungi videomni o'z nihoyasiga yetkazaman. Sekinroq Xalid. Orqada Amina o'qilyapti, Xalid o'tiribdi. Shu bilan endi birpas turib yangi vlog olishni boshlayman, chunki bugun biz burgerni joyiga oilaviy boramiz ovqatlanishga. Oy, xudoga shukr, shunaqa bloger topim uchun shunaqangi prям anaqa nima deylardi. Xullas, приятный momentlar bor bloger topimmi. Mana shunaqa narsalar orqali ko'p joyga boraman. Бесплатно, ba'zida pulga. Oy, mayli, xudoga shukr. Shuning uchun hozir to'g'kataman. Oldingi vloglarimni keskin tukatib qo'yganim uchun ko'pchilik yozibdi, tipa, endi ko'rayotgan joyimda birdaniga to'xtab qoldi. Shuning uchun hozir endi sizlar bilan birga, sizlar bilan xayrlashib video olaman. Video yoqqan bo'lsa, обязательно like bosinglar, обязательно kommentariy yozinglar, chunki bu narsa menga продвижениеda, ya'ni yana ham ko'proq prosmotr bo'lish uchun, yana ham ko'proq odamlar shu videoni ko'rish uchun foyda beradi. Har bitta prosmotr, har bitta serдечко, har bitta kommentariy menga motivatsiya beradi, yana ham ko'proq shunaqa videolarni olishim uchun. Hammaga xayr. Kuningiz yaxshi o'tsin.